Covid qanday qilib butun dunyoni to'xtatib qo'yganini esla olasizmi? Bitta virus va milliardlab odamlar uyda. Bu juda tez sodir bo'ldi. 2019-yil oxirida yangi virus paydo bo'ladi. Avval unga jiddiy qaralmaydi, chunki u oddiy grippga o'xshash deb o'ylangan, lekin keyin u juda tez tarqaladi. Har kuni o'rtacha 2-3 baravar ko'payib boradi. Samolyotlar, metro sayohatlar hammasi orqali bir necha oy ichida u 200 dan ortiq mamlakatlarga yetib boradi. Keyin bo'lsa davlatlar keskin qarorlar qabul qilishni boshlaydi. 100 dan ortiq davlat chegaralarini yopadi. Xalqaro reyslar deyarli to'xtatiladi. Milliardlab odamlar karantinga kiradi. Bunaqa holat zamonaviy tarixda birinchi marta sodir bo'lgan. Deyarli butun dunyo bir vaqtning o'zida to'xtab qolgandek bo'lgan. Bizneslar yopildi, global iqtisodiyot trillionlab dollar yo'qotdi va millionlab odamlar ishini yo'qotdi. Lekin shu bilan birga onlayn ta'lim, kuryer servislar va texnologiyalar 5-10 baravar tezlashdi. Bu bizga bitta narsani ko'rsatadi. Dunyo biz o'ylagandan ham ancha boliq va zaif ekan. Siz o'sha davrlarni qanaqa eslaysiz?